Mana shunaqa birovni haqqidan qo'rqmaydigan mashinniklar ham ko'payib ketdi-da. Mana bu videoni e'tibor berib ko'rsanglar, gap nima haqidaligini tushunib yetasizlar. Mana ayol kishi kelyaptilar. Qizga ikkita bo'lchka olib bering dedilar. Mana qizimiz mana ikkita bo'lchka olib beryapti. 200 ming so'mlik pulni qizga uzatadilar. Mana uzatyaptilar. Endi yaxshilab e'tibor beringlar. Endi pulni olaman desa sekin qayiltirdi-da, cho'ntagiga solib, yana nimadir olib berib yuboring deyaptilar. Qiz ham o'sha bo'ldi, chalg'idi-da. Qaranglar endi. Bu yerda hozir bu opa 200 ming so'mlikni kak bergandek bo'lib, xullas kalom mana qizni endi yedirmoqchilar. Endi holatni ko'rasizlar nimaligini. Hozir qarab turinglar, opani shustriyligini. Bunaqa shustriylikni men hech qayerda ko'rmaganman, bori. Xo'p, misol uchun yo'l kira bilan yegan haqqingga har doim to'lagin deyishgan. U yegan haqqiga to'lamagani yetmaganda, hozir bu qizdan 200 ming berdim deb turib, o'sha 180 ming zdachi ham olib ketadi. O'zi ko'rdinglar. 200 ming so'm pulni bermadilar. Bergandek qildilar-da, sekin gapni burib turib, o'sha u yog'iga kak yediryaptilar-da. Mana qaranglar, mana qizimiz hozir 200 ming so'mlik berdim deganga zdachi beryapti. O'zi bu qizlar arzimagan 150 ming, 100 mingga ishlasa-da, o'zi mana yerda kuni bo'yida mana yerda mana bunaqa mashkalar bularni yedirib ketaversa. Misol uchun bularni ham boshida xo'jayini bor. Agar mana shu video ochilmaganda ikkita qiz, ikkita dugona bir-biridan gumonsirab qolgan bo'lardi-da. Yaxshi ham mana shu video degan narsa borki, mana shunaqa narsalar ochilib, mana shu kim olganligini bilishadi. Mana qaranglar. Mana zdachini beryapti bu ikkinchi qizimiz, mana qaranglar. Mana qo'liga hozir zdachini beradi, indamay bezrayib sekin olib ketadilar mana. Ana zdachini oldilar. Assalomu alaykum bratim, bo'ldi bu yoq.